O'rtoqlar, mana narx qaranglar. Hyundai Santa Fe o'rtoqlar. 2020-yil hayron bo'larsizlar. 2020-yil murdasi bunaqa emasmi deb. Yangi murda taqilgan ekan. 23 kimi, 23 shunaqa bo'lsa kerak. Yangi yaxshi balonlar. 20 nechidir diskada. Besключевой. Boshqasi propallari, kojinli salon, hamma funksiyalari bor. Panorama. 2020-yil 67 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Probeglari o'ziniki halol deyishdi. Polni kuzovga lak sepishgan ekan. Освежить qilish uchun lak sepganmiz dedilar. Bu 2,5-3,5 aka. 2,5 litrlik ekan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxini hozir kelishib tepasiga yozib qo'yaman. Inshaalloh chiroyli narxga qo'yaman, inshaalloh uyaltirmaydi. Bemalol kelib ko'rib qaydan boshdan baraka qilishingiz mumkin. Inshaalloh olib sotishga ham zo'r variantda qo'yamiz o'rtoqlar. Bosinglar, foydalaninglar. 2020-yil kraskasi toza, udar bo'lmagan deyishdi. Faqat освежить qilishga lak sepilgan ekan. O'zinglar ustinglarni olib kelib tekshirtirib olasizlar.